Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Yoz paytida qo'yib bergan 25 kilovatlik avtomat yo'limizda hozir obyektimizga keldik. Bluetooth liniyasini almashtirib bergani ishlashlari, rasxodlarini so'raymiz uy egalaridan. Hop, ko'mirni belanma semichka ko'mirdan o'zimiz aytgan edik, joydan olib, xolos yoqshyapti. Bu yerda mana eski Bluetooth liniyani oldik, yangisini qo'yib berdik. Bu yangisi o'zi avtomatik ko'mir qisilganda old-orqa qiladi. Hop, ko'mirlarni zapravka qilib qo'yibdi to'la ekan pashti. Hop, hozir kat yo'l qo'ygan gradusga chiqib dam olib turibdi ekan. 60 ga qo'yilganda, mana 60 gradusda dam olib endi hozir yoqish yoqadigan holatga kelib qolibdi. Gradus tashlabdi. Mana ko'mirda dam olayotgan holat. Ishlaydi ham, ishlashini ko'ramiz. Uy egalari xursand, zo'r uylar, obyekt katta. Hop, 25 kilovatlik kat yo'limiz. Hop, mana shu yerda dushi bor. Dushdan mana oshxonagacha topli pol. Issiqlik vashing katta. Chunki tirxadovoysiz ishlagan 60 gradus issiq kelib turibdi. O'ta qattiq issiq ekan. Hop, mana shu darvozaxonani u tarafi ham isiyapti, bu tarafi ham isiyapti. Uyni kengligini ko'ryapsizlarmi, kattaligini? 8 metr. 9 metr, 8 metr orasida. Bu yoq ham xuddi shunaqa. Narigi obyekt ham xuddi shunaqa. Xullas, radiator sistema hammasi isiyapti. Mana shu avtomatga yo'limiz. Mana shuncha joyda isitib beryapti. Aka, ko'mir rasxodi qancha chiqyapti? To'ldirsangiz, bir sutkadan keyin yana to'ldiradigan vaqtingiz kelganda qancha qolgan bo'ladi ko'mir? Значит, aka bir qop yeyapti ekanda. Bir sutkasiga bir qop. U degani 50 kilo, 45-50 kilo sutkasiga ko'mir rasxod qilyapti. Mana shu belanma ko'mirdan. Semichka. Ko'mirni yaxshidan foydalansa shunaqa kam rasxod chiqaradi. Aka, kat yo'ldan rozimisiz? Zo'rmi aka? Uylar issiq, qattiq, issiq, 60 gradus qattiq. Ham topli pollarda yuryapti-ku. Yaxshi aka, maza qilib ha? Ha, biz ham aka sizlar ham xursand bo'lsanglar, biz ham albatta xursand bo'lamizda. Mana hali ham dam olib yotibdi, kat yo'l. Endi vaqt kelganda o'zi avtomatik ishlab, yana olov kuchayadi. Yana qo'ygan gradusga chiqadi, dam oladi. Mana shunaqa ishlasa kat yo'l, xohlasa zo'r. Rasxodi bir sutkasiga 50 kg. Obyekt katta, normalni istayapti, xohlasa. Endi hamma yerda har xil chiqadi. Ba'zi joylarda uyda utuplitiga ham bog'liq. Uydan issiqlik qancha ko'p chiqib ketsa, bu ham istaman deb ko'mir rasxod qiladi. Mana shu 25 kilovatlik avtomat yo'llarimiz ba'zi joylarda 70 kg ham ko'mir rasxod qilyapti. Mana bu yerda 50 kg. Vashim zo'r 50 kg sutkasiga. Mana yonishi. Bir xil temperaturada mana shunday bir xil rejimda yonib turaveradi. O'chgan payt o'chadi. So'g'iganda o'zi